Assalomu alaykum, hammaga yaxshimisizlar? Madaniyatga Haqloboddan Labo keldi. Bo'rtib beringlar deb. Ikki etajlik bo'rtib beradigan bo'ldik. Xullas bu qo'y tashigani. Kuzatib tursanglar, video davomida ko'rib borasizlar tayyor bo'layotgan. Yangi Labo. Labomizni bo'rti ham tayyor bo'lib qoldi. Karkaslar polni ilashtirib, sarkib oldik. Bular polni svarga kirib chiqamiz. Laboni ustida ilashtirib tayyorlab oldik. Mana bo'rtimiz ham tayyor bo'ldi. Laboga bo'rt qildik. Qo'y tashigani, ikki etajlik. Mana Laboga tayyorlagan bo'rtimiz ham tayyor bo'ldi. Ikki etajlik. Orqa ko'rinishlari. Bu ikkinchi etajiga eshik. Bu yerga poltaxta teriladi. Shunda ikki etaj bo'ladi. Bu tom ham oddiy ajraydi.